Haqiqatdan bunaqa BMW X6 lar hozir trend bo'lib qoldi. 25 restyling ko'pchilik qilinyapti. Agar xuddi shunaqasi ikkita bo'ladigan bo'lsa-chi, nima deysizlar? Vidi prosta pushka-ku. Shu krasavchigimiz esa 2012-yil 128 ming kilometr probeg, dvigatelimiz esa 3 twin turbo bo'ladi, 306 ta ot kuchi, расход taxmini 14 dan 18-20 litr atrofida overvuringlar, полноценный tashqi ko'rinish, a также salonga ham mehr berilgan. Ikkinchi krasavchigimizga kelsa, 2009-yil 140 ming kilometr probeg, bu avtomobilimizda dvigatel 4 litrli twin turbo bo'ladi, 407 ta ot kuchi, tortishlari, yurishlari bundan ko'ra ancha tezroq, ancha boshqacharoq. Lekin o'shanga yarasha rasxodi ham bor. Taxminan 20-25 litr overvuringlar. Bu avtomobilimizga ham tashqi ko'rinish diskalari bilan birga va saloniga mehr berilgan. 2009-yil 4 litrli orqa ko'rinish shunaqa bo'ladi va diskaga ahamiyat beringlar. Va endi 3 litrli twin turboni ko'rinishda to'g'risi aytsam bir xil qilingan, chunki dizayni absolyutno bitta bo'ladi. Bu yerda faqat diskada farqi bor. 2012 ni salonni qisqa tushuntiraman, ko'rsataman. Mana sideniya tiktirilgan, o'rtada katta shtatniy monitori faqat kattasi qo'yildi va tablo o'zgartirildi. Va 2009 ni ham xuddi shunaqa ko'rsataman. Absolyutno bir xil monitori ham, tablo ham qo'yilgan. Qiziq joyiga sizlar bilan yetib keldi. Narxiga keladigan bo'lsa, 2012 ni 29 ming dollarga beraman, 2009 ni 28 ming 200 ga bosib yuborishinglar mumkin.